Davosi yo'q kasallikka chalingan ayolini hayotini saqlab qolish uchun borini bergan knyaz Smetskiy haqida eshitganmisiz? 20-asr boshida Abxaziya knyazlaridan bo'lgan Nikolay Nikolayevich Smetskiy ayoli Olga Yurievna uchun jonini berishga ham tayyor edi. Ular baxtli edi, lekin bir kun hammasini sindirdi. Knyazning ayoli og'ir dardga, sil kasalligiga chalindi. U davrda tuberkulozni davosi yo'q edi. Ayolini saqlab qolish uchun hamma narsaga tayyor bo'lgan knyazga bir shifokor shunday g'alati maslahat berdi. Knyaginya har kuni yangi joyda uxlashi kerak. Shunda u batsilla bakteriyasiga tobe bo'lmaydi va tuzalib ketadi. Knyaz Smetskiy ayolini qutqarish uchun shifokor so'zlarini bajarishga tushdi. Ayoli uchun ulkan saroy qurdirdi. Saroyda 365 ta xona, quyosh nuri bilan to'lib toshgan va bejirim daraxtlar bilan o'ralgan bog' bor edi. Knyaginya 365 kun har xil xonalarda uyg'ondi va tuzalib ketdi. Haqiqiy muhabbat ayolni davoladi va yana 90 yil umr berdi. Ana shunaqa haqiqiy sevgi ramzi bo'lgan saroy rasmlari storieslarimda.